Har bitta bu videoni ko'rayotgan odam Damas yutib olishi mumkin. Sababi Anvar aka Temirovning birinchi mashinalari Damas bo'lgan va obunachilaringizni xursand qilaman deb sovg'a qilaman deyaptilar. Shartlari oddiy, shu videoga like bosib izohni любой izoh qoldirib bizga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi va bizga Anvar aka bilan Shahrisabzga yetib keldik. Anvar aka, nima proyekt boshlaysiz bu yerda? Aka, Shahrisabzda 20 gektarlik eng katta Temuriylar shaharchasini quryapmiz. Xudo xohlasa 18-aprel kuni taqdimot qilib, hamma shartlarni tushuntiramiz. Onlayn taqdimot qiladilar. Batafsil ma'lumot bilan Instagram stories postlarida dahshat shu Qarshida bo'lmagan taklif, Shahrisabzda bo'lmagan taklifni xonadonlar bo'yicha berasiz. Shunda 6 xil, 7 xil taklifimiz bor. Va Damasni prosta tak sovg'a qilmoqchisiz. Shunday. Birinchi ishimni Damazda boshlaganman. Aka, Xudoga shukr, bugun Xudoyim davlat berib, mashinlarimiz yaxshi bo'ldi. Bitta Damaz Abdushi yurakdan sovg'a qilaman. O'sha odam ham biznes qilib, o'zini biznesini qilib, qachondir sizga o'xshab maybiq. Do'stlar, bu videoni srochniy Shahrisabzlik do'stlik yuboringlar. Sababi Anvar aka Shahrisabzda xonadonlar bo'yicha hali unaqa taklif bo'lmagan deyaptilar, balki bo'lmaydi ham deyaptilar va Qashqadaryoliklardan отдельный like. Qarshi Shahrisabz, assalomu alaykum.